Hatto fosiq benamozga qiz berilmaydi. Chunki qarang, siz bir odamga qarz bermoqchisiz. Birinchi o'rinda nima qilasiz? Shu odam qarzni qaytaradimi yo'qmi, shuni siz uni omonatini qarab surishtirasiz. Agar bir kazzob, muttaham odam bo'lsa, odamlarga va'da berib aldab yurgan, o'shanga qarz bermaysiz. Bu odam olib ketib qaytarib bermaydi. Hozirgi zamonda mashinik deydi-ku. Hamma bir-birini ogohlantiradi. Men odam mashinik ekan, unga hech narsa, hech kim qarz bermasdi deydi. Endi qarang, bir odamlar bilan muomalada va'da berib vafo qilmagandan keyin hamma undan ogoh bo'ladi. Endi bir kishi Allohga va'da berib, uki otasining pushtida vaqt al-misoqda, keyin va'daga vafo qilmay bugun benamoz bo'lib amal qilmay yurgan bo'lsa, qanday qilib inson o'shanga ishonib qizni beradi? Allohga vafo qilmagan sizga vafo qilaman. Ana shuning uchun benamoz, masalan, namozxonga kufr, tengdosh deyilmaydi, nomzod deyilmaydi.